Assalomu alaykum, hurmatli Techno Gaming kanalining obunachilari. Bugungi videorolikimizda biz sizlarga general o'yinini sinovga qilishni ko'rsatib o'tamiz. Bu o'yinni biz Telegram kanalimizdan Techno Gaming kanalidan ham yuklab olishingiz mumkin. Telegram kanal manzilimiz bioda ham turibdi yoki video описаниесida ham turibdi. O'tib albatta yuklab olishingiz mumkin. Bizning kanalimiz 3 yil oldin yopilib ketdi. Hozir YouTube ga zaявка tashlab kanalimizni qaytadan ochib oldik va kanalimiz nomi Techno Gaming ga o'zgartirildi. Avval Techno Sirlar kanali edi do'stlar. Qanunda bo'lmasam videorolikni boshladik. Xullas ikkita arxivni Telegram kanalimizdan ham tashlab qo'yaman. Biri patchda bo'ladi, gen patcher, biri o'yini bo'ladi. Bu o'yinni izvilish qilib olamiz. Okey. Xullas bu joyga parol yozamiz. Bu bizning Telegram kanalimiz Techno tagdan chiziqcha gaming. Keyin xuddi shunaqa tariqasida mana bu joyda papka chiqadi. Buni ichiga kiramiz. Avvalo o'rnatishdan oldin biz antivirusni o'chirib qo'yamiz. Har ehtimolga qarshi управление настройка mana buni o'chirib qo'ysak bo'ldi. Chunki uстановка qilayotgan vaqtimizda buni udalit anaqa qilib o'rmashligi, uстановка jarayonida kerakli dasturlarni udalit qilib yuborish mumkin. O'shanga ham e'tiborli bo'lish kerak. Xullas chiqqan papkaga kiramiz, ichiga kiramiz. Bu joydan setupni запускный administrator bilan ochib olamiz. Okey. Delan bosamiz bu joydan. Bu joydan kerakli papkaga ko'rsatamiz. Men papkasini o'zgartiraman. Bu joydan games papkaga o'tkazaman. Okey. Dela. Interfeysi nima bo'lsin deyapti? Ruskiy zvuk. O'yindagi shaxtiyovchi, gapiruvchi zvuki shu ruscha bo'lsin, angliskiy bo'lsin deyapti. O'shani ham belgilab o'tasizlar o'zlaringiz uchun. Delan bosamiz. Bu joyda hech narsaga tegmaymiz. Delan bosamiz, ustanovkani bosamiz, bo'ldi. Va ustanovka jarayonini kutamiz. Keyin buni do'stlar bitta narsani ko'rsatib o'taman. Bizga kerakli bitta programma bor, Readmin VPN degan. Mana bu dasturni yuklab olishimizga to'g'ri keladi. Bu onlayn o'ynashimiz uchun kerakli dastur. Buni to'liq ishlashini haqida Telegram kanalimizda ko'rsatib o'tamiz. Agar general o'yinni onlayn o'rtoqlaringiz bilan, do'stlaringiz bilan o'ynamoqchi bo'lsangiz, albatta buni Telegram kanalimizga videosini tashlab qo'yaman. Qanaqa qilib onlayn o'ynashlik uchun. Birinchi bitta kerakli programma, mana shu programmani skachat qilib olasizlar. Бесплатный загрузкani bitta bo'lsangiz va mana yuklab olindi. Buni biz Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Xullas hozir buni uстановка qilganicha men bu programmani ham ishlatishda ko'rsatib o'taman. Albatta bizning Telegram kanalimiz Techno Gaming kanaliga ham obuna bo'lib qo'ying. Xudo xolasa bundan ham zo'r videoroliklar hali oldinda eng kerakli dasturlar, programmalar, o'yinlar, pullik dasturlarni hammasini vzlomli holatida Telegram kanalimizga tashlab boramiz. Kimga qanaqa dasturlar kerak bo'lsa, albatta kommentariyada ham yozib qoldirishingiz mumkin. Uстановка bo'lgandan so'ng bu joydan завершитni bosamiz va mana bu ikkinchi gen patcherga kiramiz. Mana bunisiga ichiga kiramiz va gen patcher ustiga 2 marta bosamiz. Bu joydan parol yozib yuboramiz. Xuddi boyagidek katta harfda Techno tagdan chiziqcha katta harfda gaming kabirat qolaman, kerak bo'lib qoladi. Tak, bu joydan dani bosamiz. Unda ozgina kutib turamiz. Dan bosamiz bu joyga ham.
Xullas, bu joydan bizga kerakli narsalar o'yindagi dasturlar, kerakli paketlar, kerakli menyular o'zgarishi, kartalar o'zgarishi. Xullas, mana bu yerda ularni ko'rsatadigan onlayn o'yinlarni ko'rsatib qo'ygan. O'shalarni ham xullas karom, bu joydan biz birinchi jihat qatordagi mana buni ustunovka qilamiz. 4 megabaytlisini. Aniqrog'i bu ustunovka qilishdan oldin internet обязательно kompyuterda bo'lishi kerak. Va hozir ustunovka jarayonida bo'ldi. Готов. Keyin ustunovka Gentol deganni ham o'rnatamiz. Bu ham готов bo'ldi. Keyingisini ham ustunovka qilamiz. Принять. Да. Okey. Так. Bo'ldi. Okey. Aktivatsiya qilaveradi. Keyin bu joydan kartaga o'tamiz. Kartani ustunovka qilib olamiz. Kerakli qiziqarli kartalar hammasi mana shu joyda bo'ladi. Karta ustunovka bo'lmoqda. Aniqroq karta o'rnatilmoqda. Albatta o'rnatilib bo'ldi. Endi bu joydan o'zingizga kerakli menyuni qo'shib olsangiz bo'ladi. Masalan, bunga maslahatim mana shunda turib bunga tegmaysiz, interfeysga xuddi mana shu holatda ustunovka qo'yamiz. Kutamiz. Ustunovka bo'lmoqda. Keyin to'lga o'tamiz bu tomoniga. Tak. Men bu joyda ham iloji boricha mana shuni ham ustunovka qilsak yaxshi bo'ladi. Tak. Tezkor klavishlari bu. Xullas, o'rnatib bo'lganimizdan so'ng buni chiqib ketamiz. Tak, endi ekranda qarasak, juda ham ko'p general o'yinning ikonkalari chiqib qoladi. Bu joyda Windows degan, mana bu oxirida Windows degan shart emas. Buni ham o'chirib tashlaymiz, bu qizilni ham o'chirib tashlaymiz. Bizga faqat mana shu o'zi bo'lsa bo'ldi. O'yinni ochamiz da. Tak, bu joyda ekranda mana bu chiqqaniga enterni bosib o'ramiz va kerakli dasturlarni skachet qilib oladi. Xo'sh. Endi o'yinga kiramiz.